faxrlanuvchi mutakabbir kimsani yoqtirmaydi. Faxr degani inson o'zini katta va ulug' deb his qilishidir. O'zingizni bunday his qilmang. Barchamizga o'rnak bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni eslang. U zot bizlarni ko'p hadislarida ta'assubdan voz kechishga yo'llaganlar. Jumladan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Barchangiz odamdan tarqalgansiz. Odam esa tuproqdan yaratilgan." Yana u zot odamlar xuddi taroqning tishlaridek barobardirlar deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bunday deganlar: "Arabning ajamdan afzalligi oq tanlining qora tanlidan afzalligi yo'q. Afzallik faqat taqvo bilan bo'ladi." رسول الحب أمنيتي متى عيني ترى عينيك ففي قلبي مسافات يذوبها الحنين إليك يا رسول الله يا حبيب الله